Assalomu alaykum musulmon do'stlar. Sizlar men Bozor KJ kanali. Bugun 19-dekabr O'zgan mal bozori. Ya bu qancha oldi? 105 ming bo'lib turibdi. To'rpoq qancha oldi to'rpoq? Ukan 30? Erkakmi? Ha, 38 erkak. Qancha oldi aka buqa? 93 ming. 93 ming bo'lib tur. Like basıp g'alab qo'yingizlar, o'g'inlar. Bu kadar qancha oldi bu kadar? 63 mingdan bo'libdi. Uyun qancha oldi do'stim? 40 ming bo'libdi buni. 3 tug'an deydi. At qancha oldi aka tay? 17 ming bo'libdi bundan qulun. Sizdeki çava uyunuz qancha oldu uyunuz? Satılmay qaldı mı? Satılmay qaldı tur. Qancha oldu aka to'rpoq? 22,5dan bo'ldi. 22,5dan tur erkak to'rpoqlar ekan. Qancha oldu aka uylar? 155. Bo'g'oz o'xshaydi ha? Bo'g'oz. Eko 155dan bo'lib tur. Qancha oldu uy? 64. Oldu şu. Kunacın kaç oldu? Ha? 46 bin oldu. Kunacın. Siz kaç oldu aka kunacın? 45 bin oldu. Kaç oldu ya kunacın dostum? Ha? 31. Yan kanal açtın mı? Kaç kanaldan? Bozor KJ degan aka. Ala uy qancha oldi aka? Balasi qanchanchi tug'ish ekan? 4-bola 133 ming Galishtinskiy paroda. Targ'il qancha oldi targ'il? Aytishmadi. Aka buqa qancha qunajinmi? Qancha oldi aka? 22,5 ming bo'lib turibdi. To'rpoq. Buçuk aka buçuk qancha oldu? 60.500 oldu. Çok şarsan 600 aka. Buqa o'sa turgan buqa ekan ha? Qancha oldu? Tuzuk. 60.500 oldu. Qashqatay. Tay qancha oldu? Tay. 30? Erkek ekan. 30 ming oldu. Bordoqlar qancha oldu aka bordoqlar? 22'den. 22'den urg'achi u? Ha, erkak ekan ha. 22 mingdan o'tdi. Sizniki aka? Qancha oldi? Aytavering aka. 22 mingdan? 23, biri 22. Biri 23, biri 22dan chiqdi. Qaysi 22 oldi? Og'a 22. Ha, bo'ldi aka. Buqa qancha oldi aka? 29 ming bo'ldi. Do'st. Qancha oldi aka bu? Ala. Eslar chiqib qoldi qancha ekandik. Qulajin qancha oldi va? 45. To'lak a? Ana shelka ekan to'lak ekan. Uy qancha oldi aka? Sotib qancha dedingiz bilasiz? 35 ga sotilyapti. Buqa qancha oldi aka buqa? Buqa qancha oldi? Bilmayotgan bular. Buqalar qancha oldi aka? 70, 75. No 70, 75 mi? 70, 75 dan ekan. Qancha oldi aka buqa? 25.200 bo'ldi. 25.200. Şul 25.200. 25.200 ekan. Buqa qancha oldi buqa? Sotib. Qanchadan bo'ldi aka bu? 39 eko. Qaysinisi? Men tartib qo'y. Qaysinisi 39 bo'ldi? Eko. Ha, eko.
Eki 39 ekan. Urg'achi va? Ya o'shanday men san 2000 katiga sotdim. Urg'achi aka. Ya alganingizdan chiqyapti-ku. Beringning. Ol ertemenki ketdi. Meni ertamen 39 deydi. Mana ko'raylik. O'zimda ko'raylik. Adam burada. Bozorda tam urg'achi kerak edi. Qancha oldi aka qizil mol? Sotib. Qancha oldi u? Qancha oldi mol? Mol qancha oldi mol? Sotilib aytadi ekan. Qancha oldi? 29 bo'ptir. 29,5 bo'ptir. Urg'achi ekan. Qancha oldi aka bu? satılmadı. Sotib oldi. Qancha so'm dedingiz hali? 100 mingga sotib olibdir. Uylar qanchadan oldi aka? 90 bo'ldi aka. Ekovi birikib 90 ming bo'ldi. Qancha tug'an? 5-6 ta tug'an ekan. Ekovi birikib 90 ming bo'ldi. Qancha oldi aka? 80 oldu. 80 bo'ldi eko, yana bola. Urg'achi turib, erkak turib qo'yib ekan. Qaylar qanchadan bo'ldi aka? 78. Erkakmi? 70-78 dan bo'pti buni eko. Erkakda. O'zgon bozorining o'zida torpoq sotib turgan dehqonlar tartayli, urg'achi torpoqlar ekan. Qurayli senalar. Qanchadan ekan? Qancha oldi ha? O'tib qolib turib. Qanchadan bo'ldi aka? Qanchadan bo'ldi? 24 dan. Erkakmi? Erkak ekan, 24 dan bo'lib turibdi. Olur. O'zgon bozorining o'zida urg'achi torpoq sotgan enim ekan. Dehqonman deydi. Qanchadan uka? Nolar uchu. Ha. 23 dan kam bor deydi. Urg'achi? Nolar 23 dan kam bor deydi. Oldu. Satılıb qoldi. Qumajin qancha oldi va? O'tib qoldi? O'tib qoldi. Qancha oldi? 98 ga. Bolasi erkakmi? Urg'achi. 98 ming bo'pti. Jash uy ekan. Urg'achi bolasi. Otlar tevda. Ot senasini so'ragan sifatida berdim. Qanchada o'tasan sen? 20 kam bor ekan. Urg'achi u? Ot tortishda ishda. Tak. 80 mingdan deydi. Torpoqlar bozori o'zida urg'achi. Qancha ekan bu? Urg'achi u? 20 ming kam bor deydi. Uka qanchadan bular? 28 dan erkak da. Qancha so'mdan urg'achi torpoqlar? 25,5 dan ekan. Shular. Nolu babolta va. Qancha so'mda o'tadi ekan? 67 berdi. Qisir ekan. 67 berdi ekan. Şuna. Qancha? 60 kam bor. Qanchasi so'z? Bo'g'oz emas? Qisir ekan. 60 kam bor. Qumajinlar qanchadan aka? 35 mingdan ekan. Semiz ekan. Allah topdi. Bo'g'oz emas ha? Qisir ekan. Mana tug'anlar, bozor shunday. Like bosib, podpiska qilib qo'llab qo'yingizlar. Assalomu alaykum.